Ozarbayjon poytaxti Baku shahridagi BSVIP klinikasida o'zini xalq tabibi deb tanishtirgan qo'qonlik Iqbol Soliyev huquq-tartibot organlari tomonidan qo'lga olingani haqida xabarlar tarqaldi. U klinikada rasmiy tibbiy ruxsatsiz bemorlarni qabul qilib, ularni davolaganlikda gumon qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Soliyev klinikada bioenergiya yoki energiya terapiyasi orqali davolashini aytib, bemorlarni qabul qilgan. Har bir bemordan taxminan 60 manat, qariyb 430 ming so'm miqdorda pul olgani aytilmoqda. Bu xabar tarqalganidan so'ng klinika oldida ko'plab odamlar to'planib, katta navbat va tartibsizliklar yuzaga kelgan. Klinika ma'muriyati esa Iqbol Soliyev ushbu tibbiyot muassasasining rasmiy xodimi emasligini ma'lum qilgan. Shunga qaramay, u 2 kun davomida bemorlarni qabul qilgan va keyinchalik klinikadan ketgan. Vaziyatdan so'ng Ozarbayjon huquq-tartibot organlari holatni tekshirib, unga nisbatan choralar ko'rgan. Ma'lum bo'lishicha, Iqbol Soliyev bundan oldin ham O'zbekistonda qonunchilikni buzganlik uchun javobgarlikka tortilgan. U xalq tabobati bilan shug'ullanish qoidalarini buzganlikda aybdor deb topilib, sud qarori bilan jarimaga tortilgan va keyinchalik 10 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi ham qo'llanilgan edi. Huquq-tartibot organlari aniqlashicha, Soliyevning xalq tabobati bilan shug'ullanish uchun berilgan guvohnomasining amal qilish muddati tugagan bo'lsa ham, u faoliyatini davom ettirgan. Shu sababli unga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilgan va sud tomonidan jarima hamda qamoq jazosi tayinlangan. Shunga qaramay, Soliyev ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini targ'ib qilishda davom etib, o'zini bioenergiya orqali davolovchi tabib sifatida tanitib kelgan. Endilikda uning Ozarbayjondagi faoliyati ham tekshiruv ostiga olingan. Ayni paytda voqea yuzasidan qo'shimcha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Albatta, siz ushbu holatlar bo'yicha qanday fikrdasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu orada ijtimoiy tarmoqlarda metan zapravkalardagi muammolarni ko'targan xalq qahramoni sifatida tanilgan G'ayrot Do'stov avtomobillarga gaz quyish shoxobchalaridagi muammolar haqida yana bir bor gapirib chiqdi. Ushbu mavzu yuzasidan YouTube'da 47 daqiqalik video joylangan. U o'zining videosida energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovga murojaat qilib, gaz quyish shoxobchalaridagi navbatlardan yana shikoyat qilib chiqdi. Zapravkalarda gaz berilmayotgani yoki jarayon shaffof emasligi haqida gap-so'zlar ko'paygani sababli, u bu masalaga jiddiy e'tibor qaratish, gaz quyish jarayonini nazorat qilish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish zarurligini ta'kidlagan. Energetik muammo, mana shu gaz muammosi hech hal bo'lmadi. Hozirgi murojaatim shuki, energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovga men ismlarini bir hurmat bilan so'zlab murojaat qilishga men majbur emasman. Oddiygina shu o'zimizga o'xshab Mirzamahmudov, Jo'rabek deb murojaat qilmoqchiman. Mani sudimdan oldinroqmi, keyinroqmi bilmayman, xalqqa chiqib va'da bergandim ukam. Xalqni mana shunaqangi sarson bo'lishiga, shunaqangi turna qator bo'lib turishiga, mana shunaqangi bir norozichiligiga biz sababchimiz. Kelasi yilga va'da berib aytaman, hamma o'zimizni sohamiz bo'yicha biz rejalarni tuzib olganmiz. Xudo xolasa kelasi yilga bunaqangi holat umuman bo'lmaydi. Xudo xolasa kelasi yilga hech kim norozi bo'lmaydi. Agar mana shunaqangi holatlar bo'ladigan bo'lsa, shu xalqni shunaqangi sarson bo'lishiga biz sababchi bo'ladigan bo'lsak, bunaqangi mavqelarda, bunaqangi lavozimlarda o'tirishga nafaqat meni o'zim, balki atrofimizdagi ancha-muncha vakillar biz bu ishga, bu lavozimga noloyiqmiz. Biz o'z ixtiyorimiz bilan arizamizni yozib topshiramiz degan eding ukam. Sen meni sansiraganimga borki xafa bo'lmagin. Men seni hurmat qilishga majbur emasman. Bu meni shaxsiy fikrim. Shuningdek, u metan gaz quyish shoxobchasida farzandlari bilan tunni o'tkazayotgani va qachon bu muammolar o'z yechimini topishi haqida energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovga video murojaat yo'llagan. Bu muammo ko'plab avtomobil egalari uchun dolzarb bo'lib qolmoqda. Ma'lumot uchun, G'ayrat Do'stov bundan oldin ham gaz zapravkalaridagi muammolar haqida gapirib, bu masalani jamoatchilik muhokamasiga olib chiqqan edi. Shundan keyin u qamoqqa olinib, so'ng ozodlikka chiqarilgan edi. Uning navbatdagi murojaati ham ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? G'ayrat Do'stovning gaplari qanchalar to'g'ri? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Uzbun TV kanaliga obuna bo'ling, video rolik ostiga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.